Necha kun deydi? Poylab yo'lingni deydi, yo'lini deydi. Qayt. Mana darg'alarni qaralaring, mana aql peshvolarini. Qattiq yursizlar, soat nechi bo'ldi? Aytsam ishonmaysiz, ertalab vaqtli soat 6 da turib ketayotgan paytimizdan yo'ldan 5000 dollar pul topib oldik. Men jinniman. Men ishonmayman sen unaqanaqingga. 5000 dollar topganimizgami? Ertalab 6 da turganing ishonmayman. Shirin, bilaman, men xafasan. Bormaganimning sababi Menga Musaybek aytib berdi hammasini. Men sizdan xafa emasman. unda bugun kecha ko'rishaylik. Shayx, ozgina muammo bor. Nima muammo? Kechagi mol hammasini olib qo'yishdi. Menga qara. Molni gram-gramigacha joyiga qo'yasan. 12 soat vaqting bor. Kechagi sizga aytgan bolam shu edi. Bu bolaning qo'lidan nimadir keladimi? Kecha bolalaringiz oldingizga keldimi? Ha, keldi. Bizlar bilan urushgan bola shu edi. Meni topshirig'imni rasvo qilgan qo'chqorsanmi sen? Qo'chqor, qo'zilar bilan ishim yo'q. Mening ismim Farhod. Kechagi topshiriqni billa bajardinglar. Men bajardim. Qiz qani? Pastda. Qo'l oyog'ini boylab olib chiqing. Shef, muammo bor. Bu muammolar tugamas ekanda. Nima muammo bor yana? Av qizni oyoq qo'lini boyladi dedingiz. Oyog'ini boylasam endi yura olmayapti. Nima qilay? Bilganingni ham olib chiq. Xo'p. Farhod aka topib bering menga, qanday? Farhod. Assalomu alaykum. O'tir. Ring. Seni chaqirishdan maqsad hozir Adilaga telefon qilib, menga 10 ming dollar topib berasan. Tushundingmi? Hozir 5 minut. Alo, odajon. Menga 12 ming dollar kerak edi-da. Farzandga tashib bering. Mana. Men bundan 10 ming so'radimmi, 12 ming so'radimmi? 10 ming. 10 ming. Rahmat. Kart nomer aytvoring. Yoz kartadan ber. 56 10. Kartaga pul tushsa endi qo'yaverasizlar? Kimmi? Farhod akami?